Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana o'tgan suhbatimizda sizlar bilan ana shu rizqqa taalluqli darslarni birinchisini boshlagan bo'ldik. Bu tavakkul degan dars edi. Va ana shuncha vaqtni ko'p ketganiga qaramasdan bu mavzu oxiriga yetgani yo'q, birodarlar. Chunki bu shunday bir mavzuki, shu tavakkulni nimaligini tushunib yetib olsak, tavakkul qilishlikni o'rganib olsak, qolgan aytiladigan 7 ta mavzuga amal qilishimiz oson bo'ladi. Mana tavakkulni bir qancha misollar bilan tushuntirgan bo'ldik. Ya'ni insonni devorga suyanib o'tirganligi-yu, suyanmay o'tirganligi misolida. Devorga suyanib o'tirgan odamni beli tolmaydi, suyanmayotgan odamni beli toladi. Xuddi shunga o'xshagandek hayotda Allohga suyanishni bilib yashagan odamni beli tolmaydi hayotda. Aksincha, Robbisini topa olmasdan Robbisiga suyanishni bilmay yashayotgan insonda har qancha quvvati katta bo'lmasin, baribir bir kun beli tolishligi bor. Tavakkulni yana baliq ovlagani chiqqan dengizchiga o'xshatdik. Bu baliqchi dengizga chiqib to'rini yoyib qo'yar edi, qolganini Allohga tavakkul qilar edi. Tavakkul degani bu tafkir, tadbir, so'ngra tavakkul. Ya'ni ro'paramizda bir mushkula turadigan bo'lsa, buni hal qilishlik yo'li haqida fikr yuritamiz avval, kallani ishlatamiz. So'ngra shu yegan yechimimizga amal qilib harakat qilamiz, natijasini Allohga qo'yamiz. Tavakkul degani bu Allohga tashab qo'yish ekan deb bir tomonlama noto'g'ri tushunib olmaylik. Inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qiladi, natijasi haqida g'am qilmaydi. Mana shu narsani tavakkul dedik. Va aytdikki, tavakkul bu Alloh taolo siz bilan bizni buyurgan bir ibodat. Tavakkul bu iymon sharti. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Mana va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Boshqa oyatda in kuntum mu'minin. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar haqiqatan iymon keltirgan mu'min bo'lsanglar, unda Allohga suyaninglar deydi. Allohga tavakkul qilinglar deydi. Bu siz bilan biz xohlasak suyanib, xohlamasak suyanmaydigan, xohlasak qilib, xohlamasak qilmaydigan ish emas. Alloh tomonidan buyruq bu. Agar mu'min bo'lsanglar, modomiki o'zingizlarni mu'minlardan hisoblarkansizlar, bas sizlar albatta Alloh taologa tavakkul qilinglar. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar mu'minligi rost bo'lsa, Allohga suyaninglar. Mana tavakkuldan bir qancha misollarda aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yahudiylarni bir qabilasini qamal qilib turgan paytida qo'rg'onda qal'ada yahudiylar qamal bo'lib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu paytda qo'shindan ajrab daraxtning soyasiga, salqiniga borib ozgina dam olmoqchi bo'ladi. Borib yotgan paytda qo'rg'onning ustidan qarab turgan yahudiylar aytishki, Muhammadni bundan boshqa xoli holda topishlar qiyin. Kim borib qilayotganda uni o'ldirib keladi-da, bizni mana shu mushkiladan qutqaradi dedi. Ulardan bir kishi shunday shoshilgancha tushdi-da, ko'z ochib yumguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustida qilichini yang'ashlab turar edi. Ya'ni shunday holatki, qilichni to'sib turadigan hech narsa yo'q. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Ey Muhammad, endi seni mendan kim man qilib qoladi, to'sib qoladi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik lahjasi bilan, xotirjamlik shivasi bilan Alloh dedi. Alloh degan kalimani aytishligi bilan hali yahudiyda oyog'i qaltiradi, qo'li titradi, qilich tushib ketdi qo'lidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni oldi, endi seni kim qutqaradi mendan dedi. Bu o'rinda nima dars olamiz? Alloh azza va jalla payg'ambarini himoya qilishiga qodir zot. Nimaga yahudiyni mana shu darajaga yaqin kelishiga qo'yib qo'ydi? Bu ilohiy hikmat, vallohu alam. Lekin siz bilan bizga berilgan ibrat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu holati bilan Alloh taolo bizga dars beryapti. Hatto mana shunday holatda ham Allohdan qolmanglar. Qilichni ko'tarib chopayotganda ham Alloh deb turinglar. Agar Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi dedi. Mana tavakkul haqida bir qancha oyatlarda, hadislarda, misollarda eshitgan bo'ldik. Agar qalblarimiz yumshab, Allohning zikridan orom olib, ozgina bir qaltiragan bo'lsa qalblarimiz, bu yaxshilikning belgisi. Zero Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vallazina innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana va ala robbihim yatawakkalun." Ya'ni 3 ta sifatni aytadi Alloh taolo.
o'zini yaxshi bandalarida bo'lish kerak bo'lgan 3 ta sifatni aytadi. Quloq solaylik va o'zimizdan topishlikka harakat qilaylik. Meni bandalarim shunday bo'ladilarki, agar ularga Alloh zikr qilinsa, Alloh eslatilinsa, qalblari titraydi, qalblari yumshaydi. Alloh degan so'zni eshitganda qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, yaxshilikning bitta belgisi. Va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana. Agar ana shu qalbi yumshab turgan mu'minlarga bizning oyatlarimiz tilovat qilinib bersa, ularning iymonlariga iymon qo'shiladi. Haqiqatda shunaqada deysiz-ku. Bar biz aytgan bo'lmayapti-yu, Alloh aytgani bo'ladi-yu. Oyat, hadis bularni eshitgan paytimizda iymonimizga iymon qo'shilish kerak. Va nima deyishimiz kerak? Allohga tavakkal deyishimiz kerak. Bir muammo o'ylantirib, siqib bo'g'ib turuvdi bizni. Keldik, Allohni eslatuvdi, qalbimiz dunyodan ozgina ajradida maza qilib qoldi Allohning zikri bilan. Birodarlar, qalbni dorisi bitta. Chanqog'ida 4 yesangiz qoldirmaydi. Shunday emasmi? Non yesangiz qoldirmaydi, chanqog'ida suyuqlik qondiradi. Xuddi shunga o'xshagandek qalbni xotirjamligi, qalbni oromi pul bilan bo'lmaydi. Obro' bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Faqat Allohning zikri bilan bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi, deyapti Alloh. Allohni eslatdi, qalbingiz orom oldi, dard chiqdi esga. Oyatni o'qib berdi, iymoningizga iymon qo'shildi. Keyin nima deysiz? Allohga tavakkal dedingiz. Men o'zimga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildim, bu dedi, chashdim, suvni qo'ydim, dorini qo'ydim. Endi natija kimning qo'lida? Alloh. Tovarni konteynerga, sezoniga ulgutib olib keling. Rasxodni iloji boricha ozroq qilib, narxni minimal darajada bozorga qo'ying, tovarni chiroyli yaying, endi nima deng? Ketarmikin endi desak, birodarlar, bu tavakkul bo'lmay qoladi. Demak, tavakkulga xulosa yasaydigan bo'lsak, tavakkul bu mana ulamolar aytadi, huwa sidqu itimadul qalb ala Alloh azza va jalla fi istijlabil masalih va daf'il madar min umuri dunya val axirah kulliha. Tavakkul degani dunyo ishida ham, oxirat ishida ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham faqat Alloh degan so'zga tamomiy iymon keltirib olgan bo'lsak, tavakkul degan so'zni tushunibmiz. Yana qaytarib aytamiz. Dunyoda ham, oxiratda ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham, ya'ni mushkilaga soladigan ham, mushkiladan chiqaradigan ham faqat Alloh degan e'tiqodga kelsak, birodarlar, biz mutavakkillardan bo'lamiz inshaalloh. Bizi qo'limizda faqat sabab bor. Avval ana shu mushkulani fikr qilamiz, tafkir, so'ngra tadbir, qo'limizdan kelgan harakat qilamiz, natijasini nima qilamiz? Tafkir, tadbir, tavakkul. Agar shior shu bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh xotirjamlik degan narsani totib ko'ramiz inshaalloh. Qo'limiz ishda, qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak. Mana bugun ana shu rizqqa barokat olib keladigan sabablarning ikkinchisi haqida gaplashamiz. Birinchisi tushunali bo'ldi. Demak, tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqonning g'amini yer. Dil va yoru dast bakor. Dil yor bilan bo'lsin, Alloh bilan, qo'l ishda bo'lsin. Shiorimiz shu. Bugun mana ikkinchi darsimizni boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Bu rizqqa barakat olib keladigan, rizqi keng bo'lishiga sabab bo'ladigan, qalbimizga xotirjamlik olib keladigan ishlarning ikkinchisi bu taqvo. O'zi bu yerda aytiladigan mana shu 8 ta darsimiz, birodarlar, mo'min odamda har bittasini kundalik hayotida bo'lish kerak. Kundalik hayotida bor bu narsa. Faqat ayni mana shu narsalar rizqimizga baraka olib kelishligini ham eshitib qolsak, avval 50% harakat qilayotgan bo'lsak, endi 51% harakat qilamiz. Chunki xolayli biz shunaqa zamonda yashayapmizki, birinchi o'rinda iqtisodimiz turib qolgan. Ana shu cho'ntagimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor mana shu taqvoyini demasangiz, biz odamlar mukofoti faqat oxiratda olamiz ekan deydi-da, taqvoni qo'yib bozorga yurib ketayotganini ko'ryapmiz. Bu birodarimiz so'ragan edi, mana subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh degan kalimalarni aytamiz. Albatta buni ajrini qayerda olamiz? Oxiratda olamiz. Endi dunyo hayotida ham foydasi bormi buni? deb so'ragan edi. Birodarlar bor, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Inshaalloh mana keyingi darslarimizda istig'for va tavba degan dars keladi. Mana Nuh alayhisalom
o'zini qavmini Allohning diniga da'vat qilib turib aytadi: "Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Bitta istig'for aytsalar 5 ta narsa beradi Alloh. Dunyoda o'zida birodarlar. Bu aytilgan 5 ta mukofot oxiratda deyilmayapti. Dunyoda o'zida beriladigan 5 ta. Nimani beradi? Istig'for aytsanglar, ustinglarga yomg'irli bulut jo'natadi. Dunyoda olyapmizmi? Yo oxiratda olyapmizmi buni? Yumdidkum bi amwal, pul bilan quvvatlaydi. Va banin, farzandlar beradi. Dunyoda olyapmizmi? Va yaj'alakum jannatin, bog'roqlarni beradi. Va yaj'alakum anhara, daryolarida to'ldirib suv oqazaman deyapti. Nima kerak? Qarang, yomg'ir bu ekologiya degani bu. Tabiat zo'r bo'ladi, pul bo'ladi, farzand bo'ladi, bog' bo'ladi, suv bo'ladi. Nima kerak yana dunyoda? Nimani evaziga beryapti? Shunaqa osonmi? Oson birodarlar. Istig'for aytishni o'rniga televizor ko'rib qo'yamiz biz. Shu narsani aksi bo'lgan rizqimizni tirtaytiradigan. Mana ikkinchisi taqvo deb aytdik. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo Hujurat surasida. Allohning huzurida sizlarni eng hurmati balandinglar dedi, olimiylar demadi. Omiylar demadi. Arabiylar, ajamiylar demadi. Boylar, kambag'allar demadi. Bitta sifatda aytdi. Agar faqat men Allohning huzurida kambag'allarning hurmati baland bo'lsa, boylarga zulm bo'lib qolardi. Yo'qsa, faqat erkaklarda Alloh meni huzurimda hurmati baland desa, ayollarga zulm bo'lib qolardi. Bu hammani qurbi yetmaydi bu narsaga. Lekin Alloh taolo shunday o'lchovni qo'ydiki, bu o'lchovning oldida hammani imkoni, shansi bir xil. Boy odam ham taqvoli bo'la oladi. Harakat qilsa, kambag'al odam ham. Meni huzurimda sizlarning eng hurmati balandinglar, taqvodorroqinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar. Xo'p, taqvo degan so'zni o'zini hal qilib olaylik. Taqvo nima? Mana Ali ibn Abi Talib aytadi: "At-taqvo al-xawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil va rido bil qalil va isti'dadun li yawmir rahil." Taqvo bizni tilga to'g'ridan to'g'ri o'girsak, qo'rquv degani. Taqvo degani ehtiyotkorlik degani. Nimadan ehtiyotkorlik? Gunoh ish qilib qo'yishlik, qilmaslik emas. Bu boshqa masala. Gunoh qilib qo'yishlikka yaqin borishlikdan ehtiyot bo'lish taqvodorlik. Ali ibn Karamalloh boshqa aytadi, taqvo degani nima desa aytadiki, al-xawfu minal jalil. Jalildan qo'rqish bir. Val amalu bit-tanzil. Hayotda qiladigan hamma ishini tanzil bo'yicha, Qur'on bo'yicha bajarishlik. To'g'ri kelgan narsani xohlaganda qilib yuborishmas emas. Musulmon odam mol bo'lmaydi birodarlar. Musulmon odamda kitobi bor, musulmon odamda payg'ambar qo'yib ketgan yo'li bor. Bir narsani yeyishdan burun so'raydi, buni yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Halolmi, harommi? Mana savdoni qilmoqchiman. Shu savdosi halolmi, harommi? Hayotda qiladigan ishini tartibi bor. Al-amalu bit-tanzil. Ya'ni ana shu Allohning kitobi bilan amal qilishlik, taqvo degan bir ko'rinishi ar-rido bil qalil. Ozgina narsaga ham nima bo'lishlik? Rozi bo'lishlik. Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. Xo'p, amalut bit-tanzil qiyin endi. Allohning kitobi bilan hammasiga yashash haqiqatan mashaqqat, qiyin. Lekin Alloh bergan kuniga rozi bo'lib qo'yish ham birodarlar, taqvodorligning belgisi ekan. O'zi rozi bo'lgan odam uni oz demaydi. Rozi bo'lganiga uchun u narsa oz emas. Rozi bo'lgan uchun ko'p bo'laveradi. Norozi bo'lgan odamda ko'p bo'lsa ham oz bo'laveradi. Va istidad lil rohil. Rohil kuniga, safar qilinadigan, ketadigan kunga tayyorgarlik. Mana shu narsa taqvo deb aytgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan taqvoni nima deb so'rashganda u kishi javob berib aytganlarki, tikanzordan, tikanlari ko'p bo'lgan yo'ldan yalang oyoq yurganmisan deydi. So'rayotgan odamga, ha yurganman deydi. Qanaqa qilib yurgansan? Ha ehtiyot bo'lib, bitta qadamimni ko'tarishdan burun qayaga qo'yib olishimni ko'rib olib turib, oyog'imni uchini qo'yib ehtiyot bo'lib, keyingi oyog'imni ko'tarmay narigi joyda qaraganman deganda taqvo xuddi shunaqa deydi.
Bitta gapni gapirishdan burun o'ylanasan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta ish qilishdan burun fikr qilasan. Tushadimi, tushmaydimi kitobga? Qiyin bo'lib ketadi unda hayot. Har bitta gapingizni o'ylab gapiraverasiz. Uni gapirmaslikka to'g'ri keladi-yu. Shunaqa birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Abu Zar G'iforiy aytadi: "Ya Rasululloh, bu og'zimizdan chiqqan gapga ham hali javob beramizmi? Gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi?" desa, "Fakilatga ummuka ya Abuzar" dedi. Onangiz yo'qotib qo'ysin, ya Abuzar qurib ketgur deganmiz tilda. Ha, bilmaysizmi, odamlarning jahannamga ko'prog'i tili tufayli tushib ketadi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo bu tilni shunday qilib yaratibdiki, charchamas ekan. Qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan gunohsiz ham, savobsiz ham charchab majbur bo'lasiz, lekin tilimiz charchamas ekan. Taqvo qorin bilan bo'ladi. To'g'ri kelgan narsani yemaslik bilan. Ko'z bilan bo'ladi, quloq bilan bo'ladi, til bilan bo'ladi, qo'l bilan, oyoq bilan bo'ladi. Al-xawfu minal jalil deyildimi? Allohdan qo'rqdingiz, taqvodor bo'laverasiz. Taqvodor bo'lsangiz, mukofoti dunyoda ham bor. 13 ta foydasi sanalgan. Vallohu alam qanchaligini. Ayni taqvodor odamga beriladigan 13 ta foyda. Mana endi rizqqa nima daxli bor buni? Rizqqa nima daxli bor? Ya'ni topayotgan pulimizga nima aloqasi bor? Yaqululloh azza va jalla fi surati at-Talaq: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuhu." Kim deydi Alloh taolo, Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu kishi uchun mahrojni beradi. Mahroj degani nima degani? Masdari haraja degan so'zdan olinadi, chiqib ketadigan joy degani. Kinoxonaga kirganinglarda svet o'chgan mahalda vaqt deb yozib qo'yardi zangori chiroq bilan. O'shunga qarab yurib kelardilar. Agar o'sha chiroq bo'lmasa ko'zimiz ko'r turaverardik. Chiqib ketadigan joy mahroj deyiladi. Nimadan chiqib ketadigan joy? Masjiddan chiqib ketadigan joymi? Mushkulidan chiqib ketadigan joy. Iqtisod mushkula bo'lyaptimi? Muomala, oilada kelishmovchilik mushkula bo'lyaptimi? Mahalla ko'yda muomala mushkula bo'lyaptimi? Qanaqa problema, qanaqa bir qiyinchilikka kirib qolsak, chiqib ketishlikning yagona yo'li pul emas ekan. Puling bo'lsa, любой joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa, changalda sho'ra kechirasizlar. Biran-biran puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda usholmayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahalda boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Bora olmay qolganlar bo'ldi. Pul hal qilmas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar, televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishoq qiladi degan tushuncha kelib qolgan kallamizga. Pul ham hal qila olmaydigan ishlar bor, birodarlar. Uni faqat taqvo hal qiladi. Shunday emasmi? Ana shu milliarderlarni og'zi tan bilmayapti bittasini. Dunyoyimni yamini beraman deyapti. Agar shu tan bilishlik sifatini qaytarib bersa deyapti. Topdi o'sha dunyoda kattasini, lekin yarmini voz kechib olishga tayyor bo'lyapti. Birodarlar, podsholardan biri vaziriga menga bir nasihat qil deydi. Podsho vazirlarda aqlligini, Xudodan qo'rqqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddimdan oshib ketsam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, podsho deydi. Sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yopishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim podshohligingizni berarmidingiz? Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun podshohlikni? Berardim yarmini deydi. Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu kirgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini beramidingiz deydi. Qolgan yarmini berardim deydi. Demak, qadri bir piyolachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymang deydi. Ana birodarlar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi. Qanchadir bir miqdorda turar ekan bu pul, ana shu doktorlar o'zlari biladi. Bir marta o'sha bavul qildirib, siydirib qo'yishligi ma'lum rusumda pulni to'laydi, bir marta siyib olishligi rohati uchun. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Qanaqa mushkillar bo'lsa deyapti Alloh taolo. Chiqib ketadigan yo'l faqat taqvo bilan bo'ladi.
Xo'p, bo'ldimi? Mushkullardan chiqarib qo'ydi, tashab qo'yadimi Alloh? Yo'q. Yana orqasida nima degan? Kutilmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Mana kecha gapirdik. Ali roziyallohu anhu taqvo qildi, bitta onani berdi. Kirdi, nima bo'ldi? Kuttirdimi? Alloh azza va jalla kuttirdimi? Tavakkul qildi, taqvo qildi, bitta onani 10 ta bo'lib kelmadimi? Yana 9 ta bersa unamayapti. Ya 10 ta bo'lish kerak deyapti. Ana birodarlar, mushkullardan qana qilib chiqilgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Badrda birodarlar 314 ta edi. Kofirlar 1000 tadan oshiq edi. Ashiru ilayya ayyuhan nas dedi Rasululloh. Nima qilamiz? Maslahat beringlar dedi sahobalar. Hammasi bir ovozdan urushamiz ya Rasululloh dedi. Alloh taolo minglagan farishtalarni tushirib qo'ydimi? Taqvo qilishudi, problemasini hal qilib berdimi? Ha? Nimaga ibrat olmaymiz? Dunyodagi konkretni bo'lib turgan problemasini Alloh hal qilib berdi. Nima qilganligi uchun? Va ishonori qilib ko'raylik-da shu taqvoni. Gapga kirmayotgan xotinimizni ham Alloh tarbiyaga solib qo'yadi. O'sha tutmayotgan imoratimizni ham tutkizib beradi Alloh. Faqat taqvo qilaylik. Ana Ibn Abbos va yarzuqhu min haythu la yahtasib kutmagan joydan rizqini yetkazadi degan oyatda sharab aytadiki, yarzuqhu min haythu la yahtasib ay min haythu la ya'mal va la yarju. Kutmayotgan, hayoliga keltirmayotgan joydan rizqini yetkazib qo'yadi. Bu oyat birodarlar. Agar shuncha shubhamiz bo'lsa, kalima keltirib yangilab olaylik. Iymondan olib qolish xavfimiz bor. Taqvo qilsam Alloh har qanday mushkullarni hal qiladi degan e'tiqodda shubhasi bor odam kalimani keltirib olsin boshqatdan. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Albatta mushkulasini hal qilaman, orqasidan mukofotini ham beraman. Mana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar deydi. Bir qavmga Alloh taolo payg'ambarni yubordi. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qildi. Qavm inkor qildi, masxara qildi, Alloh balo yuborib yo'qib tashladi ularni. Yo'q bo'lgandan keyin Alloh aytayapti: agar o'shalar deydi iymon keltirib taqvo qilishganida osmonni yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik ularga deydi. Endi bular yo'qolib ketdi. Endi bularga bu imkon yo'q. Ikkita shart qo'yapti. Iymoni bo'lganida, iymon keltirib turib taqvo qilganida osmondan yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yar edik. Lekin nima qilishdi? Walakin kazzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Lekin payg'ambarni yolg'onchi qildi. Shu qilgan ishi tufayli ularni vayron qildi deydi. Xulosa, bizda iymon va taqvo sifati bo'lsa, osmon yerdan nima kelar ekan? Baraka kelar ekan. O'rik bo'lmayapti, birodarlar, bir necha yildan beri. Bekarga bo'lmayapti bu narsa. Buday bo'lmayapti, bekarga bo'lmayapti, birodarlar. Ana shu yer taqvoga, mana islom ummati, islom davlati shunday bir gurkiragan paytda bo'rilar qo'ylarni oldi yurdi dedik. Ekin-tikin mo'l bo'ldi, birodarlar. Hatto yomg'irga gapiradigan bo'ldi xalifalar. Qachon birodarlar? Taqvo bo'lganida. Alloh taolo mana shu yahudlar haqida aytadi: "Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min robbihim lakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasid wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Agar ular deydi Alloh taolo Tavrot bilan Injilni qoyim qilishganida ular oyoqlarini ostlaridan ham, boshlarini ustlaridan ham Allohning bergan marhamatini ko'rishgan bo'lar edi, lekin bosh tortishdi. Ularda insoblilari ham bor, ko'prog'i fosiqlar dedi Alloh taolo. Ana shu aytilgan 13 ta foydasi. Mana yarim soatga borib qolyapti, birodarlar. Alloh subhanahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bir marhamat qilib aytadi: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu ma hammahu min amri dunya, wa man shaghalathu hammuhu ahwal ad-dunya, lam yubali Allohu ta'ala fi ayyi awdiyatin nari ahlakahu." Insonda g'am bo'ladi. Hamma odamda g'am bo'ladi, aytdik. Beg'am odam bo'lmaydi o'zi. Aqli joyida. Hamma g'amlarini dedi Rasululloh. Dunyodagi hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirsa bitta odam.
Ya'ni Allohni rozi qilishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yib, boshqa g'amni surib qo'ysa, boshqa g'amlarini yechimini Alloh taolo o'zining zimmasiga oladi deydi. Siz Allohni rozi qilaman deb Alloh aytgandaqa yashang-da, Alloh aytgandaqa tijorat qiling, Alloh aytgandaqa muomala qiling, Alloh aytgandaqa yuring. Alloh boshqa hamma problemingizni hal qilib beraman deyapti. Ishonmaymizmi bunga? Agar kim mana shu g'amni qilmasdan boshqa g'amlarni qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi qaysi azob bilan azoblashligini. Endi hozir mana shu 14 ta foyda, 13 ta foydasiga kirishadigan bo'lsak, yarim soatdan o'tib ketadi. Shuning uchun bugun mana shu muqaddimasi bilan kifoyalanamiz. Bitta oyatning sharhini ko'rgan bo'ldik. Agar mana va man yattaqillaha yaj'allahu mahraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh taolo uni har qanday mushkuldan osonlikka, yengillikka chiqaradi va shundan keyin kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Demak, taqvo qilsak, rizqimizni Alloh barakotli qilib beradi. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda ana shu taqvodorlarga beriladigan foydalarni aytib o'tgan bo'lamiz. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bilan. Alloh taolo taqvodorni yaxshi ko'radi. Alloh taolo taqvodorlarning do'sti bo'ladi. Ishlarini oson qiladi, gunohlarini kafforat qiladi, xavf va xatardan omonda saqlaydi. Yaxshi amallarni qabul qiladi, baraka yog'diradi, dushmanlarning makr hiylasini nari qiladi, ilm beradi, najot beradi, jannatni beradi. Mana shu 14 ta, 13 ta tezda aytib o'tgan mavzuni bitta-bittadan ko'rib chiqamiz inshaalloh. Har bittasiga hujjat bor, payg'ambarlar, sahobalarning hayotidan. Inshaalloh mana 10 kelganda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.